MrBeast o'zbek auditoriyasi uchun til koordinatorini izlamoqda. Dunyodagi eng mashhur YouTube blogerlardan biri Jimmy Donaldson o'z kontentini o'zbek tilida rivojlantirish uchun maxsus mutaxassis izlamoqda. Bu tashabbus MrBeastning o'zbek tilida so'zlashuvchi millionlab auditoriyani qamrab olish strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Nomzodning asosiy vazifalari video va subtitrlarni mahalliylashtirish jarayonini muvofiqlashtirish, dublyaj va tarjimalar sifatini nazorat qilish, hazil, madaniy ishoralar va iboralarni o'zbek auditoriyasiga moslashtirish hamda original kontent uslubi va ruhini saqlab qolish. Asosiy talablar o'zbek tilini kamida C1 darajasida bilish hamda ingliz tilini mukammal egallash. Mutaxassislar fikricha, bu qaror O'zbekiston internet auditoriyasining jadal rivojlanayotgani va global maydondagi ahamiyati oshib borayotganidan dalolat beradi. Kelajakda o'zbek tomoshabinlari MrBeastning mashhur loyihalari, xayriya aksiyalari va shoularini ona tilida yuqori sifatda tomosha qilish imkoniga ega bo'ladi. Xabarni tanishlarga yuboring hamda fikringizni izohlarda yozib qoldiring.